Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda kuzatuvchilar. Men Norqo'ziyev Jahongir, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Ana va tabiiy fanlar kafedrasi assistent o'qituvchisiman. Sizlarga bugun to'plamlar va ular ustida amallar mavzusida qisqacha video dars o'tib bermoqchiman. To'plam va uning elementlari. To'plam deganda ixtiyoriy obyektlarning, narsalar va predmetlarning majmuasi tushuniladi va bu obyektlar uning elementlari hisoblanadi. Masalan, juft sonlar to'plami, haqiqiy sonlar to'plami yokida natural sonlar to'plami, butun sonlar to'plami. To'plamlar lotin alfabetining katta harflar bilan belgilanadi, elementlari esa kichik harflarda belgilanadi. To'plamning elementlar sonini ko'rsatmoqchi bo'lsak, n a ko'rinishda belgilab ketamiz. Agarda to'plamda birorta ham element bo'lmasa, bundaqangi to'plamlar bo'sh to'plam deyiladi va quyidagi ko'rinishda belgilanadi. Endi agar A to'plamning elementini shu to'plamga tegishli ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsak, ya'ni x tegishli A ko'rinishda bo'ladi. Mana quyidagi ko'rinishda belgilab olamiz. Agarda shu x element A to'plamga tegishli emas bo'lsa, demak quyidagicha ko'rinishda belgilanadi. Birinchidagi element bu tegishli ekanligini, ikkinchidagi belgi esa tegishli emas ekanligini bildirib turadi. To'plamning elementlari. Bu yerda to'plamlar ikki xil usulda berilishini keltirib o'tamiz. Birinchi usul to'plamning barcha elementlari beriladi. Ikkinchi usulda esa to'plamning xossalari ko'rsatiladi. E'tibor bersalaringiz, birinchi usulda A to'plamda 5 ta element bor. Bular 3, 5, 7, 9, 11. Va hokazo B to'plamda 3 ta, C to'plamda ham 3 ta element berilgan. Bu yerda barcha elementlar ko'rsatib o'tilgan. Ikkinchi usulda esa to'plamning xossalari ko'rsatiladi. Bu yerda ham 3 ta to'plam ko'rsatildi. S, X, Y to'plamlar. C to'plamiga e'tibor beramiz. Bu yerda C to'plamning elementi C 10 dan kichik yoki teng va mana shu C element natural sonlar to'plamida olingan. Ya'ni bu yerda jami bo'lib 10 ta element mavjud va xossalariga ko'ra natural sonlar to'plamida olinganligi uchun 1 dan toki 10 gacha bo'lgan sonlarni, natural sonlarni olib ketamiz bu yerda. Keyingi X hamda Y to'plamlarda ham xuddi shunaqangi xossalarga binoan uning elementlarini topib, birinchi usul ko'rinishda yozishimiz mumkin, agar zarurat bo'lsa. To'plamlarning birlashmasi. A va B to'plamlarining birlashmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamning elementlari yoki A to'plamda yoki B to'plamda yotadi. Va quyidagicha ko'rinishda belgilanadi birlashmasi. Bitta masala ko'rib o'tamiz. Masala sharti quyidagicha bo'lsin. P to'plam 30 ning bo'luvchilari, Q to'plam esa 40 ning bo'luvchilari bo'lsin. Biz shu ikkala to'plamning birlashmasini topishimiz zarur bo'lsin. Avvalambor bu masalani yechish uchun 30 ning bo'luvchilarini yozib olamiz. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Va xuddi shunday 40 ning bo'luvchilarini ham yozib olamiz. Bu yerda keltirib o'tildi. 40 ning bo'luvchilari ham 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Va P hamda Q to'plamlar quyidagicha ko'rinishda bo'ldi. Endi javobga o'tamiz. Ikkalasining birlashmasini olamiz. Yoki A yoki B to'plamda mavjud bo'lgan barcha elementlarni birlashtirib yozib chiqsak, to'plam ko'rinishida quyidagicha ko'rinishda yozsak. Bu to'plam P va Q to'plamlarining birlashmasi deyiladi va quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Endi to'plamlarning kesishmasiga o'tadigan bo'lsak, A va B to'plamlarining kesishmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, bu to'plamning elementlari ham A to'plamga, ham B to'plamga tegishli bo'ladi va quyidagicha ko'rinishda belgilanadi. A kesishma B. Bu belgi kesishma belgisi hisoblanadi. Bitta masala qaraymiz. Yana quyidagi yuqoridagi masalaning o'zini qilyapmiz. Faqat bu yerda kesishma topish so'ralgan bo'lsa, ya'ni P to'plam 30 ning bo'luvchilari, Q to'plam 40 ning bo'luvchilari bo'lsa, ularning kesishmasini topishimiz kerak. Quyida 30 va 40 ning bo'luvchilarini yozib o'tdik va endi uning kesishmasini topamiz. Kesishma aytganimizdek shunaqangi elementlardan tuzilgan bo'lishi kerakki, o'sha elementlar ham P to'plamda, ham Q to'plamda mavjud bo'lsin. Ya'ni bular 1, 2, 5, 10. Mana shu elementlar ham P da, ham Q da mavjud bo'lganligi uchun ularning kesishmasidagi to'plamda shu quyidagi elementlar mavjud bo'ladi. Ya'ni 4 ta element mavjud ekan kesishma.
Endi to'plamning ayirmasini qaraymiz. A va B to'plamlarining ayirmasi deb A ning B ga tegishli bo'lmagan barcha elementlardan tuzilgan to'plamga aytiladi va quyidagicha shaklda belgilanadi. Bu yerda ham bitta masalani ko'rib o'tamiz. P 30 ning bo'luvchilari, Q 40 ning bo'luvchilari va Bdan uni ayirmasini topishimiz kerak. 30 va 40 ning bo'luvchilarini yozib oldik va endi ayirmaga e'tibor beramiz. Javobga qarasak ham bo'ladi bilan. P ayrilgan Q. U yerda P to'plamdan Q to'plamga tegishli bo'lmagan elementlarni olishimiz kerak. Bu nima degani? Mana bu P to'plam, ikkinchisi esa Q to'plam. P to'plamda 1 bor, Q to'plamda ham 1 bor. Demak, bir elementini ola olmaymiz. P to'plamda 2 bor, Q to'plamda ham 2 bor. Demak, 2 ni ham ola olmaymiz. P ga e'tibor bersak, 3 degan element bor, lekin Q to'plamda 3 yo'q. Shuning uchun 3 elementini olamiz. Shu tarzda davom etadigan bo'lsak, bu yerda 6 ham Q to'plamda yo'q, 15 ham yo'q, Q to'plamda hamda 30 ham yo'q. Demak, P to'plamdan Q ning ayirmasi 3, 6, 15, 30 kabi bo'ladi va bu to'plam P va Q to'plamlarining ayirmasi deb ataladi. Endi to'plamlarni Venn diagrammasi yordamida tasvirlash ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Venn diagrammasida bitta universal to'plam olinadi va o'sha universal to'plamni to'rtburchak ko'rinishda olamiz. To'plamlar ichida o'sha universal to'plamning ichida yotgan doiralar kabi tasvirlanadi. Masalan, quyidagi rasmda universal to'plam ichida A to'plam tasvirlangan turibdi. Mana bu to'rtburchagimiz bu to'plam hisoblanadi, universal to'plam va buning ichida turgan doira A to'plam deb tushunamiz. Ya'ni bu A to'plam universal to'plamning ichida turibdi. Endi A to'plamdan tashqaridagi mana bu bo'yalgan ko'k soha esa ashtrig kabi belgilayapmiz va bu A to'plamning to'ldiruvchisi hisoblanadi. Ikkalasi birgalikda A to'plamning to'ldiruvchisi hamda A to'plamning o'zi birgalikda universal to'plamni tashkil etib turibdi. Xo'p, Venn diagrammasi quyidagicha ko'rinishlarda ham bo'ladi. Bu yerda doiralar ko'rinishida belgilab o'tdik. Mana A va B to'plamlarining ikkita to'plamning doiralarini birgalikda chizib oldik va endi bu yerda ayirma yoki birlashma yoki kesishmalarni ko'rib o'tamiz. Endi birlashmadan boshlaydigan bo'lsak, A to'plamining bu qismi va B to'plamining mana bu yerdagi qismi hamda A ga va B ga tegishli bo'lgan o'rtadagi mana bu qism uchalasidagi barcha elementlar olinadi va quyidagicha ko'rinishda belgilanadi. Birlashma. Endi kesishmada ifodalaydigan bo'lsak, kesishma yuqorida ta'rifini aytib o'tib ketdik. Kesishma A to'plamda ham mavjud, B to'plamda ham mavjud bo'lgan elementlardan tuzilishi kerak. Ya'ni A va B to'plamlarining umumiy bo'lgan qismi mana shu qismdan tuzilgan elementlardan hosil bo'ladi. Shu yerda yotgan elementlarning barchasi kesishmada mavjud bo'ladi. Mana ayirma A to'plamdan B to'plamini ayirsak, A to'plamdan B ga tegishli bo'lmagan qismini olishimiz kerak. Ya'ni mana bu yerda ichkaridagi elementlarning barchasi A to'plamda ham turibdi. Shuning uchun shu rangda berilgan mana bu qismi A dan B ning ayirmasi hisoblanadi. Yoki teskarisiga B dan A ni ayirsak, sariq rangda berilgan qism bu B dan A ning ayirmasi hisoblanadi. Venn diagrammasi mana shu. Bitta masala ko'rib o'tamiz. Xo'p, A, B, C to'plamlar berilgan va biz A va B to'plamlarining birlashmasini, so'ngra shu hosil bo'lgan to'plamning kesishmasini topishimiz so'ralgan bo'lsa, quyida A to'plamining elementlari, B to'plamining elementlari va C to'plamining elementlari berilgan. Bu yerda barcha elementlardan biz yechishga o'tamiz. Hozir rasmga ko'ra A va B to'plamlarining birlashmasi. Dastlab birlashmani topib olsak, birlashmada ham A to'plamda ham B to'plamda mavjud bo'lgan barcha elementlar olinishi kerak. Demak, bu yerda I, J, K, F, A, B hamda G, H, S, D lar. Bular A va B to'plamlarining birlashmasida yotadi. Endi mana shu birlashmadagi elementlar bilan C to'plamining kesishmasini olishimiz kerak. C to'plamda esa F, A, C, D, E elementlar mavjud va natijada bularning
kesishmasi umumiy elementlar bo'lishi kerak. A va B to'plamining birlashmasi S to'plami bilan kesishmasi quyidagi elementlar mavjud. A, S, D, F. E'tibor beramiz. A to'plam ham S'da, ham B'da, ham A'da mavjud. S to'plamda S element esa u ham xuddi shunaqa D hamda F elementlari ham mavjud. Ya'ni yuqorida berilgan to'plamimizning elementlari A, S, D hamda F bo'lar ekan. Ya'ni mana buni bo'yab ko'rsatadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Mana shu umumiy joyini olyapmiz va shu yerdagi elementlar A, S, D, F bo'ladi. Javob bu yerda D javob A, S, D, F. E'tibor